siqib qolibdi buni. Ha, kechadan beri azob beradi. Bolalarim tug'ilgan kunimga taqib qo'yishgandi. Qarang, qo'limni nima qilib yubordi. Qo'l Uziga ham qisibdimi? uziga qizarib ketibdi qo'lingiz. Qiyo olibdi-da. Mana qarang, teringizni buni yechib tashlash kerak. Oy. Oy. Allohga shukr. Qo'lingizni vaqt qizartirib olibdi, sezmadingmi? Uzugimni ham oling. Oling, bolam, oling. May, bir balodan meni qutultiring. Oy, oy. Oy, buni ham oldingizmi? Oldim, opa. Oy, baraka toping. Qo'lingizni vaqti qizartirib tashlabdi-yu, ustini shilib olibdi. Endi kasalxonaga boraman bu qo'lim bilan. Ha, opa, ko'rsatmasangiz bo'lmaydi. Bo'lmaydimi? Siqib qolibdi-da, o'zi kichkina ekan sizga. Sirazni yechib tashamabsiz-da. Shunday. Ay, yechilmadi-da. 28 va 33 gram ekan. Bularni endi izlagan emas, opa. Lom bo'ladi. Chunki sindi-yu. Lom narxida 980 mingdan bo'ladi. 27 million 763 ming so'm bo'lyapti. O'zi holatlari yaxshi, ko'rdingiz-ku, kesib tashadi. Yangi-ku, ozgina qo'shib bera olasizmi? Opa, uje lom deb bular kesib tashadimi, ko'rdingiz-ku, ya'ni qo'lingizni ham yomon qilib tashabdi. Endi baribir tilidan ko'ra jon muhim-ku. Mayli, bundan ham yaxshilarini taqasiz, xudo xolasa. Mayli. 27 million 763 ming so'm chiqyapti. Mayli, chuyda qilmay 27 million 8 qo'ramizda. Voy, rahmat, mayli shunisiga ham. Xo'p, unda puldan sanayman, opa. Opa, bu yerda 20 million, hozir bu yoqdan yana sanayman. Xo'p. Mana 7 million 8. Mana bu yerda 7 million 8. 27 million 8 bo'lyapti o'pshi. Rahmat, bolam. Allohim savdoyiligiga baraka bersin. Rahmat, opa. O'zingizga e'tiborli bo'ling. Katta rahmat. Sog' bo'ling.